prezident iqtisodchi odam bo'ladigan bo'lsa, aytish kerak edi. Agarda boshqa narsalar qimmat bo'lsa, non ham qimmat bo'lishi mumkin. Men sun'iy ravishda nonni arzon ushlab tura olmayman. Bu men qo'limdan kelmaydi. Mana keyin bu iqtisodga qarshi bir narsa agarda bunaqa deydigan bo'lsa, bo'lardi. Lekin qanaqadir yolg'on narsalarni aytib, sun'iy narsalarni, soxta narsalarni aytib, xalqni bir ko'nglini ko'targan bu. Qanaqa qilib bu Amir Temur bo'ladi? Hamma yoq aldab turgan bo'lsa, aldayotgani ahmoq odamga ham ko'rinib tursa. Aldash bilan Amir Temur buni shioriga amal qilib bo'ladimi yoki? Bitta ikkita narsani xalqning ko'z yoshiga qurilgan, qorni ochligi hisobiga qurilgan narsalar bilan Amir Temur bo'ladigan bo'lsa, oho. Что касается Тимура, если человек защищает свою родину и вытаскивает меч, чтобы защитить свой народ, я это понимаю. И я даже это считаю, что это героизм. Но если человек вытаскивает меч, чтобы истребить другие народы и разбогатеть, я вот этого не понимаю. Надо даже вещи своими именами называть. А что, Тимур не завоевывал, не проливал кровь? Во имя чего? Вот. И такого человека делать достоянием гордости, возводить в степень идеала меч и все, что проистекает из этого, это более чем сомнительно. Нельзя такими категориями жить веками. Нельзя такими категориями жить веками. Ведь если бы мы не видели, как люди в мире живут и какими категориями мыслят, то тогда мы бы оставались на своей точке замерзания и думали, все, окей, фараон лик и так далее, и так далее. Но мы же видим, что мы во многом отстаем. Наша политика мечется все время с одной крайности к другой. Я всегда игнорировал военных, всегда. И по сей день игнорирую. От кого защищаться? Президент защищается уже, я не знаю, с утра целый эскорт там с автоматами его провожает, вечером отправляет его, милиция. Я не понимаю, если тебя народ любит, что ты боишься? Mani nazarimda xalqqa seva bilish ham Xudo tomonidan yaratgan tomonidan beriladigan bir ne'mat, bir istidod, ulkan bir istidodki, bizni davlat tepasiga kelgan odamlar ana shu istidoddan mahrum. Ularni Xudo bunday istidod bilan siylamagan, mahrum qilgan. Ularga aksincha o'zlarini o'ylash istidodini, juda katta xudbinlik istidodini berganki, men goho o'ylab qolaman, o'sha davlat tepasida o'tirgan odamlar unchalik ahmoq emas, aqllik, lekin ularni aqli ezgulikka emas, yomonlikka xizmat qilyapti. O'sha qirg'inlarga xizmat qilyapti. O'sha xalqqa huquqini poymol qilishlariga xizmat qilyapti. Это сегодня власть мне напоминает огромную глыбу, которая скатывается с горы. Возможно ли удержать нескольким человеком, нескольким представителям интеллигенции хотя бы, возможно ли удержать эту глыбу? И второй риторический вопрос. Нужно ли удерживать эту глыбу или нет? Эта власть катится в пропасть, и народ видит. Трудно было представить неприязнь к власти 10 лет тому назад. Потому что человек так устроен. Большинство людей таким образом устроены, что мы, рабы Божьи, сами по себе очень слабые существа и любим перекладывать свои обязанности на плечи других. Мы любим, когда развитием общества занимается кто-то другой, в данном случае власть. У нас исторически не было возможности
накопление опыта борьбы против власти. Каждый раз, когда эта борьба только начинала набирать обороты, власть жестоко расправлялась. Тот опыт борьбы интеллигенции против власти, который накопила Россия, к сожалению, этого опыта борьбы у нас никогда не было. Мы вынуждены были проходить эти уроки борьбы ускоренными темпами. Tasavvurimga esir davridagi tuzum, esir davridagi to'g'rirog'i tuzum keladida. Sababi o'sha ayniqsa Stalin davridagi tuzum meni xayolimga keladiki, hamma og'izlar berkilgan, gapirmasdan turib ochilgan og'izlar o'ldirilgan, yo'q qilinishga mahkum etilgan. O'sha tuzumni biz eslaymiz. Bu tuzumga qarab turib o'sha esirdagi o'sha Stalinchilikni eslaymiz. Stalinchilikni eslashgina mumkin, xolosgina. Endi bu o'z mustaqil yo'limizga egamiz, o'zimizga xos, o'zimizga mos yo'limizga egamiz. Mustaqillik bizni asosiy mafkuramiz degan gaplar nima desam ekan, bu shunchaki bir niqob. Bu shunchaki bir olib borilayotgan nobop siyosatni xalq ko'ziga chiroyli ko'rsatish uchun kiydirilgan niqob. Men masalan bir maslahatchi bo'lsam, boshqa bo'lsam, meni masalan maslahat chiqib hech kim olmaydi. Lekin o'zim o'ylayman-da endi ba'zan. Bu kattalar uchun ham bu axir bu gaplar hammamiz bandamiz-ku. Kattalar ham banda-ku. Hech bir inson dunyoda 100 ga borar balki. Bu ham kamdan kam 1000, 10,000, balki 100,000 odamdan bittasi 100 ga boradi. Shohu gado hamma barobar. Alloh taolo oldida shohu gado. Hammamiz bandamiz. Masalan, buni shoirlar ham mashhur bo'lib, hamma mukofotlarni olgan olimlar ham bor. Mendan keyin nima bo'ladi? Meni nomim ishqilib, nomimga dog' tushmasmikan degan masalani bugun endi yaxshi yashab qolay degan ma'noda ijod qilish bo'lmaydi. Mumkin emas. Ben bir o'rinda yana shu nabah ketib bo'lsa ham yonida Aqayev ko'rsatdi, o'sha Aqayevni ishini qaralay boshlagandan men bildim. Aqayev ham bitta vizvot qo'yishga qurbi yetardi axir. O xalqni o'yladi, men bilmayman, menga unaqa degani yo'q. Lekin men o'zim aqlan o'ylayman, bitta vizvotni shu aligilarga qo'yishga qurbi yetardi deb o'ylayman va bunga ishonaman. Shularni ottirishga qurbi yetardi. Men yengilardimi, boshqami? Lekin shu odamni qochdi, bunday qildi deb yomonlagandan, ay bu bizda unaqa bo'ladigan bo'lsa, bu qarab turmas ekanda dedim. Shu yerda bir zarra, bir og'iz hukumat tomonidan gap chiqmadiki, to'xta, bu nega bunday qildi? Axir shunda qo'ysa bo'lardi-ku. Buni bo'shligi, esimda hukumatning bo'shligi, unaqa degan narsalarga baho berildi, lekin millatini ayadi. Degan narsa nima deysiz? Shu hammasi baribir ma'naviyatga bog'liq taqalar. Albatta. Yana aytaman, o'tirgan hukumatda millat yo'q. Bizga milliy hukumat kerak edi. Bularda millati amal. Imkon qadar shu o'tirgan joyida uzoq o'tirish maqsadi. Endi u yog'i nima bo'ladi? Nima qo'yadi? Bu o'zini tilida gapiray, o'zini dilidagini osgan bo'laman. После меня ход потом. Mana shuni inday kunga qoldik. Haligi muxolifatni ham e'tibor bermayotgani shundan. Bu ko'z oldiga keltirish mumkin. Urush bo'lsa nima bo'ldi? Haligi odamlar chiqadigan bo'lsa, otaman dedi. Boshqa buni tayyor haligini turibdi. Bu millat nima unga? Bu qo'yni qilganday qiladi. Qo'yni qilganday desam, qo'yga ham cho'pon achinadi. Uni qildirib qo'ymaydi. Lekin nima deysiz? Bizni peshonamizga shunday odam kelgan ekan. Bu bilasizmi? Bir yashirin emas.
oshkor qilyapti-yu, ochiq etmayapti xolos. Aynan o'zbek millatining genotidi ketyapti. Genotid mana hozir siz aytdingiz ma'naviy jihatida, axir ma'naviy jihatdan ham va jismoniy jihatdan ham muxolifatni rasvosini chiqara bildi. Hammasi negadir Kadyrov hukumatining harakatiga o'xshab ketadi. Oddiy bir narsa, buni ta'siri qanday qayoqdan ekan bilmadim. Mana masalan deylik, birini o'rniga ikkinchisi kelish degan narsa yo'q. Har bir o'zi o'tirgan joyini mahkam yopishib oladi. Garchi u yer faqat kaltak keltirsa ham. Hali u endi hukumatdagi o'xshab mol dunyo va haligi narsalar yo'q u yerda endi. Shunga qaramasdan yopishib oladi. Mana shu yomon narsa ekan endi. O'zini bilmayman. Bu amal bo'lganda ham unaqa emas-ku, shunda ham yopishib oladi. Almashmagan narsa, ko'lmakka o'xshagan narsa. Mana hukumat ham aslida shunaqa bo'layotgan, balki bu boshidan agar mana shunaqa almashtirishga bo'lganida, almashtirganida balki hozir bir tuzukroq yo'lga tushgan bo'lardi. U eng yomoni oddiy Xudo ko'rsatib qo'yibdi, suv, hamma narsani tozalaydigan suv uzoq muddat bir yerda qolsa, u axir sasiydi. Men bir payt shofyorlikka o'qidim. Shofyorlikka o'qigan paytimda bir odam bir qiziq ibratli gapni aytib qoldi-da. Shu u ham menga o'xshab rolga o'ltira olmadi-da. Aytdiki, qani endi men rolga o'ltirganimda ko'chalarda bironta zog' ko'rinmasa, bironta odam bo'lmasa, faqat mashinam bilan meni o'zim bo'lsam. Endi meni nazarimda ham bizni davlatning tepasiga faqatgina mana shunday niyat bilan kelgan odamlar, shunday niyatli odamlar davlat tepasiga kelib qolishdiki, ular uchun boshqa bir toifadagi xalqni o'ylaydigan odamlar ular uchun ortiqcha edi. Nafaqat ortiqcha, ularga xalaqit berar edi. Ularga kerak bo'lsa, ularni ayblarini ocha bilardi. Ularga o'zlarini tik so'zlarni ayta bilardi. Ularga xalaqit berardi. Hayot mobaynida biz bildikki, biz mustaqillikka so'zda erishibmiz, amalda erishmayapmiz. Chunki bizning xalqimiz ilgarigidan ham qashshoq, ilgarigidan ham huquqsiz, ilgarigidan ham notavon. Endi hozir men aytsam endi buni bilmadim. Bir marta Moskvaga ketganman, bu kishi olib ketgan. Hozirgi rahbarimiz. Shunda o'sha juda bir ko'p 3 soat yolg'iz gaplashib ketganmiz Moskvada. Men bu odamdan ko'p narsani masalan kutganman o'shanda. Shunda Oliy Sovet men kirganda bu kishi chaqirib olgan zalda. Kirsam kattalar bari o'tirgan ekan. Oliy Sovet raisi o'sha paytdagi. So'minning raisi, haligi Mukamol deydi, bizda o'sha odam familiyasi nima edi, esidan. O'sha odam davlat sekretari bo'lardi, ularning hammasi hozir ketgan-ku. Kirsam bir taburetga qo'yib qo'yilgan ekan. Ular divanda o'tirgan ekan. Bu o'sha So'minning raisi bilan o'tirgan ekan rahbarimiz. Keyin bu kishi aytdilarki, sizni mansabi u kishiga aytdi. Mansabingiz ulug' bo'lsa, bu kishini yoshi ulug' dedi menga. Ana o'tib o'tiring dedi, taburetga. Biz gapim bor bu kishi bilan gaplashadigan. Shu 3 soat gaplashib ketdi. Juda ko'p yaxshi gaplarni aytdilar. Masalan, aytdilarki, odamlar ba'zan men haqimda shu har xil gaplarni gapirar ekan. Mana Mirsaid juda ko'p yomon ishlar qilgan. So'minning raisi bo'ldi-ku Mirsaid. Holbuki men u kishiga Mirsaidovga tegmadim dedilar. Xalq odamlar keyin degan ma'noda. Keyinni qaysi ma'noda aytdilar? Endi o'sha boya aytgan gaplarimizni nazarda tutganda ular. Xasaskor ekan degan gap bo'lmasin deb, men uchun tegmadim. Men duo qildim. Men yoshim ulug' bu. Doim shunday bo'ling dedim.
И я вам скажу такую вещь. Но если эта власть недальновидна и способна видеть только на полшага вперед, то как она может увидеть пропасть, в которой она катится? Если она использует свой народ только тогда, когда нужно решать вопросы защиты собственной власти на мировой арене, и тогда вспоминается узбекский народ. А где эта власть? Когда сотни и сотни женщин вынуждены, извините, бросить свои семьи, заниматься подденщиной. Когда тысячи и тысячи людей, молодых людей из Ферганской долины вынуждены бегать за каждой остановившейся машиной, чтобы получить хоть какую-то работу. Власть это разве замечает? Замечает ли власть, что десятки и десятки молодых женщин, молодых и красивых женщин сжигают себя, а молодые люди кончают жизнь самоубийством через повешение? Выгодно это власти? Власть для власти, для